Assalomu alaykum. Bugungi videoda ko'pchilik mendan so'ragan resept 3 kunlik pomidor tayyorlaymiz. İşimizni pomidorning ichine qo'yiladigan nachinkadan boshlab olamiz. Bir bog' kinza, bir bog' ukrop, bolgarskiy, chesnok ham oddiy birch kerak bo'ladi. Zerinlarni mayda-mayda etib to'rimizdan oddiy birch, bolgarskiy birchi ham chesnokni insaribgani mayda gözünden bir marta chiqarib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyingi navbat 3 kunlikka ketadigan suvimizni o'tib olamiz. Isiriq suv, tuz, shakar, uksus solamiz va yaxshilab aralashtirib chetak qo'yamiz. Pomidorni bosish uchun bir idishlamamizdan tena shivit, lavr bargi, Olmağı karabız salamiz. Mozli etli pomidordan 4 kilogramdan videoda kesilganini ortasını kesip tayyorlangan içine sürtüp bekleyimiz. Pomidorların karıştaqlarını taxavalamızdan üstünden şüytəyimiz, lavur bərgi verəmiz, azgına çıxdım salıb, yağlanan soğumuzu üstünden salıb 3 güne alıp koyalım. Pomidorun saklaş tərtibini aytıb ötəməm, bir gün xana hararetinde alıp koyarsak 2 gün halıqda duruşu gerek boladı. 3 günlük pomidorun gramajlarını həmməsini apisenede yazıb qaldıramı, apiseneden bemalol köçürüb alışınız mümkün boladı. 3 gün o'tgandan keyin pomidorni ochib ko'rdik. Oyna palov bilan yeyiladigan pomidor bo'libdi. Sizlar ham biratib ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa bir like bosib, videoni kim yarashni yaxshi bilasizlar. Sog' bo'linglar.